Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan PHP dasturlash tilini o'rganib boshlaymiz. Sizlar bilan shu paytgacha HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery larni o'rgandik. Endi bugun PHP dasturlash tilini o'rganib boshlaymiz. Ya'ni PHP dasturlash tili bu web ilovalar ishlab chiqish uchun yaratilgan dasturlash tili hisoblanadi. Ommabop til. Bundan ko'p web dasturchilar PHP tilidan saytlarni tuzishadi va yaratishadi. PHP dasturlari ikki xil usulda bajarilishi mumkin. Birinchisi web server tomonidan, ya'ni bu web server tomonidan ishlash tili hisoblanadi. Ssenariy ilovasi va konsul dastur sifatida. Bizning maqsadimiz nima qilish? Web saytlarni yaratishda PHP dasturlash tilini ishlatmoqchimiz. Shuning uchun ham web ilovalarini o'rganish uchun asosan birinchi usuldan foydalanamiz, ya'ni web server tomonidan ishlatamiz biz. To'g'ri, konsul tomonidan ham ishlatishimiz mumkin. Hozircha biz web server tomonidan ishlatishni o'rganamiz. Xo'sh, buning uchun bizga nima kerak bo'ladi? Hump, ya'ni PHP dasturini o'rnatishimiz uchun bizga Hump dasturi kerak bo'ladi. Ya'ni Hump bu cross platforma hisoblanadi. Buni yuklab olaman. Hump download 64 bit desam, yozsam, bu ofitsialniy saytini chiqaradi. Download desam. Va mana bu joyda bizga kerakli bo'lgan, bizning sistemamiz Windows bo'lsa, Windowsni yuklab olasiz. 64 bit kerak bo'lsa 64 bit, Linux uchun Linux, keyin nima uchun? iOS uchun iOSlarni macOS uchun yuklab olishimiz mumkin. Xo'sh, bu joyda hozir mening kompyuterim Windows 64 razryadli Windows 10 o'rnatilgan. Shuning uchun men o'zimga kerakli bo'lganini yuklab olaman, ya'ni 64 bit skachatni bossam, bu hozir yuklashga tushadi. Men bu dasturni o'zim o'rnatib olganman, tayyor. O'zim download qilib yuklab olganman. Mana bu joyda Hump dasturini yuklab olyapti. Mana 143 megabayt ekan. Buni to'xtataman hozir. Men bu dasturni o'rnatib yuklab olganman. Buni siz ham o'zingiz kompyuteringizga instalovka qilib olasiz. Men to'g'ridan-to'g'ri hozir sizlarga Hump dasturini ochib ko'rsataman. Buni kirgan edim boya. Pustga yozamiz. Hump instalovka bo'lgandan keyin mana bu pustga tushadi va bu joydan Hump control panelini topamiz va shunga kiramiz. Xo'sh, bu joyda ahamiyat bering. Humpni aytdim, bu Hump cross platforma hisoblanadi. Ya'ni bizning PHP'miz Hump bilan birgalikda ishlaydi. Ya'ni server tomonidan ishlaydi. Shuning uchun bu Hump cross platforma ishlab chiqilgan. Buning ichida mana Apache, MySQL, FileZilla, Tomcat kabi nimalari bor, o'zining dasturlari bor. Hozir bizda PHP'ni ishga tushirishimiz uchun, ya'ni PHP'ni ishga tushirishimiz uchun bizda mana bu Apache serveri bor. Shu Apache serverini men ishga tushirishim kerak. Mana bu joydan startni bossam, Apache hozir yashil bo'ldi, ya'ni ishlayapti. MySQL bu ma'lumotlar bazasi hisoblanadi. Hali buni darsimiz davomida ma'lumotlar bazasi bilan ham ishlashni o'rganamiz. PHP'da ikkisini bog'lashni ko'ramiz. Hozir birinchi dasturimizni yaratib olamiz, ya'ni birinchi PHP dasturimizni yaratamiz. Buni qanaqa qilib yaratamiz? Buni men Etod kompyuterga kiraman va C diskga kiraman. Bizni Humpni o'rnatgandan keyin C diskimizga Hump degan papka o'rnatiladi. Mana Hump degan papka o'rnatildi. Buning ichiga kiramiz va htdocsni topamiz. Htdocsga kirdim va mana bu joyda o'zlarimizning loyihamiz uchun bitta papka yaratib olamiz. Xo'sh. Papka yaratamiz. Xo'sh. PHP projects deb nomlayman papkamni, loyihamni. Ya'ni qanaqa nomlash ahamiyati yo'q. Va buning ichiga kiramiz. Buning ichida endi biz fayl yaratamiz. Sazdat textoid document. Endi bunga nom beraman. Index. Endi buning formati HTML bo'lmaydi. Ya'ni buning formati HTML emas, endi PHP bo'ladi. Mana biz PHP faylimizni yaratib oldik. Buni VS Code'ning ichida kirib ham yaratsak bo'lar edi. Men hozir bu yerda yaratib oldim. Endi o'sha loyihamni VS Code, ya'ni redaktor dasturimdan ochib olaman. Bu joydan открыть с помощью kod bosamiz. VS Code'dan shuni ochib olamiz. Yes. Mana do'stlar, PHP project papkam ichida index.php yaratgan edik. Boya buni ochaman ichini. Hozircha buning ichi bo'sh. Endi buning ichida men nima PHP kodlarimni yozib boshlayman. Ahamiyat bering, endi bunda index.html bo'lmaydi yoki JS bo'lmaydi. Nima bo'ladi buning formati? PHP bo'ladi ekan. Endi buning ichida biz kodlarni yozib boshlaymiz. Men bu kodlarni yozib qo'ygan edim. Hozir sizlarga shu kodlarni olib ko'rsataman. Bu joyda bu kodni olaman va hozirgi faylimga tashlayman.
Mana ahamiyat bering, bu joyda nima qilyapmiz? Index PHP ochib oldik va buning ichida men PHP kodlarini yozib olganman. Sizlarga hozir buni birma-bir tushuntiraman, izohlarga olib qo'yibman va mana bu joyda ahamiyat bering. Taqqoslash belgisi ochiladi ekan va so'roq belgisi yoziladi va PHP so'zi yoziladi va oxirida so'roq belgisi qo'yamiz va so'roq belgisidan keyin katta kichik taqqoslash amalimizni yopamiz. Endi bu joyda mana shu nimamiz bo'lishi kerak ekan, keywordimiz bo'lishi kerak va mana bularning ichida nima endi PHP kodlarini yozib ketishimiz mumkin. Faqat shundagina bu PHP ekanligini taniydi. Ya'ni shu nimaning ichiga olib yozishimiz kerak. Xo'sh, birinchi tushuntiraman, yozgan kodimda mana bu joyda buni izohlarga olib qo'yibman. Izohdan ochaman. Echo my first PHP script. Ya'ni bu joyda echo funksiyasi bor. Bu echo funksiyasi chop qilish funksiyasi hisoblanadi, ya'ni natijani chiqarish. Bu boshqa dasturlashtirishlarda, misol uchun Pythonda bu print hisoblanadi, C++ da count, boshqa dasturlashtirishlarda boshqa hisoblanadi. Endi bu PHP da bo'lsa nima? Echo hisoblanadi. My first PHP script so'zini yozdim va bu mana bu so'zni nima qilish kerak? Chiqarishi kerak bo'ladi. Endi bu biz natijamizni qayerda ko'ramiz? Buning natijasini o'ng tarafini bosib Open with Live serverni bosmaymiz endi bunda. Endi buni biz server tomonidan ishga tushiramiz, ya'ni localhost orqali ishga tushiramiz. Ya'ni localhost orqali ishga tushirish uchun biz mana bu ham dasturini ochib, boya nima qilgan edik? Apache ga startni bergan edik. Ya'ni bu Apache bizning PHP mizni ishlatish uchun, MySQL ma'lumotlar bazasini ishlatish uchun. Bu hozircha kerakmaydi bizga. Apache ga startni bosib qo'yibman. Endi biz buni ochishimiz kerak. Buning uchun nima qilaman? Buning uchun browzerni ochib olaman va mana bu joyga yozaman localhost / qo'yamiz. Biz boya htdocs ning ichida nima papka yaratib olgan edim. Buni men qanaqa qilib nom berdim? Mana bu VS Code'ni ochib olganman. O'sha papkani PHP projects deb papka nomlanganman va shu proyektni ochaman. PHP tagchiziqcha projects ochib olaman va enterni bosaman / qo'yib. Mana bizning natija chiqdi. Mana bu joyda my first PHP script. Mening birinchi nimamni PHP nimamni ishga tushirdi, skriptimni ishga tushirdi. Mana bu tekstni bizlarga chiqardi. Ya'ni echo funksiyasi bu chop qilish funksiyasi ekan. Endi buni kommentariyaga olib turaman yana. Keyingi kodni tushuntiraman, misolni. Endi bu joyda nima qilyapman? Bu joyda 6-qatorda o'zgaruvchi ochib olyapman. Ya'ni txt o'zgaruvchi ochdim va bunga PHP degan so'zni tenglab qo'ydim. Oldiga ahamiyat bersangiz dollar belgisini yozib ketyapman. Ya'ni PHP da shunaqa standart belgilangan. Har bir o'zgaruvchining oldidan dollar belgisi turishi shart. Ya'ni dollar belgisi yoziladi ekan. Xo'sh, yozdik. O'zgaruvchi ochib oldim va echo chop qil deyapman. Echo qo'sh tirnoqning ichida I love dollar belgisi txt. Ya'ni buning qiymatini olib beradi. Bu joyda PHP. I love PHP degan bizga matnni qaytarish kerak bo'ladi. Xo'sh, dasturimizni ishlatib ko'ramiz. Browserga o'taman va buni yangilab boraman. Mana I love PHP nimasi hosil bo'ldi. Matnni bizga uzatdi. Ahamiyat bering, har birini kommentdan ochib, qaytadan yozyapman. Shu payti Ctrl S qilib saqlab keting qiymatini va keyin mana bu joyga browserga o'tib yangilashni bosing. Mana chiqdi I love PHP. Tushunarli bo'ldi bu ham. Kommentariyaga olaman. Endi mana bu hozir izohlarga olib ketyapman. Mana shu izohlarni tushuntiraman. Bu joyda this is single line, ya'ni bir qatorli komment, bu ham bir qatorli komment. Ikkalasi ham bir qatorli komment ekan. Xohlasangiz buni ishlating, xohlasangiz buni ishlating. Endi sizda shunday savol tug'ilishi mumkin. Men 5-6 qatorni kommentariyaga olmoqchiman, izohlarga olmoqchiman. Bu qanday amalga oshiriladi? Bu oddiy. Misol uchun mana bu misolni ko'radigan bo'lsak, 3 qatorli komment. Buni belgilab olaman, hammasini, kerakli qismini va Ctrl / ni bossam, kommentariyadan chiqadi. Yana bossam, kommentariyaga tushadi. Ikkitali slashdan foydalangan. Bu VS Code'ning o'zi amalga oshirib beradi. Xo'sh, buni kommentariyaga ochib turaman va mana bu kodni tushuntiraman. Bu joyda ham txt degan o'zgaruvchi ochdim, bunga hello world matnni tengladim va x o'zgaruvchi ochdim, bunga 5 ni, y o'zgaruvchi ochdim, bunga 10.5 ni belgiladim. Endi buning natijasini men ko'rmoqchiman. Buni ham kommentdan ochib turamiz. Echo deyapman. Birinchi txt o'zgaruvchisini chiqar. Txt o'zgaruvchisi nimaga teng edi? Hello world ga teng. Ikkinchi echo yana 1 deyapman. Ahamiyat bering, shu joyda echo qo'sh tirnoqning ichida 1 deyapman. 1 nima tegadi? Bu HTML da mavjud bo'lgan qator tashlash, ya'ni bir qator pastga tushirish belgisi hisoblanadi. Buni nima qildim men? Qo'sh tirnoq ochib ichida 1 tegini qo'llayapman. Ya'ni mana shunaqa holda ham HTML teglarimiz ishlaydi shuning ichida. Keyingida
echo x ni chiqar deyapman. $x, ya'ni bu x o'zgaruvchining qiymatini chiqaradi va yana biri echo y ni chiqar deyapman. Xo'sh, buni saqlab olaman hamda brauzerga o'taman. Buni bitta yangilab olamiz. Mana hello world 5 va 10.5 degan javoplarim chiqib keldi. Xo'sh, bu ham tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Buni ham kommentariyaga olaman va yana bitta fayl yaratib olaman bu joyda. Endi boshqa kodni ko'ramiz. Index, misol uchun bunga 2 deb nom beraman. Shu joyda ahamiyat bering, men xato qildim, ya'ni buni HTML deb saqlab yubordim. Bu HTML bo'lmaydi, nima bo'ladi? F2 ni bosaman va bu joyni endi PHP qilaman. Ya'ni buning formati endi PHP bo'ladi. Xo'sh, PHP formatini yozdim, index 2. Endi buning ichiga kod yozamiz. Bu kodni men yozib qo'yganman. Hozir sizlarga shuni olib ko'rsataman va tushuntiraman. Endi ahamiyat bering, boya biz index faylning ichida nima qilayotgan edik? Faqatgina PHP kodlarni yozayotgan edik. HTML kodlarni aralashtirmadik. To'g'ri, mana bu joyda faqatgina birini qo'shib ketganmiz. Index 2 ga o'taman va mana bu joyda oddiy shu HTML da qanaqa taglar qo'llansa, bunda ham shu taglarni qo'llayapman. Bodyning ichida PHP ochib, PHP ni yopyapman va ichidan PHP kodlarni yozib ketyapman. Xo'sh, bu joyda ahamiyat bering, color degan o'zgaruvchi ochdim va bunga red ni tengladim. Echo deyapman, chiqarsin. My car is nimani? Mana bu o'zgaruvchining qiymatini ol deyapman, colorni. My car is nima chiqadi bu joyda? Red chiqadi va biri qator tashlab yuboradi va ketidan yana echo my house is deyapman, color. Ya'ni mening mashinam rangi qizil deyapti. Bu joyda mening uyimning rangi, endi qarang bu joyda katta harflar bilan yozilgan color o'zgaruvchisi. Bu joyda biz colorni kichkina harflar bilan yozgan edik. Hozir buni olami, olmaydimi? Buni ko'ramiz natijasida. Keyingisiga ahamiyat bering. Echo my boat is color. Bu joyda s bilan o kichkina harflarda, l o r lor katta harflarda yozilgan. Endi buni PHP bir-biridan ajratami, ajratmaymi? Hozir shuning natijasini ko'ramiz. Brauzerga o'taman. Bu joyni yangilab yuboraman. Endi qarasangiz, yangilab yuborsak hech nima chiqqani yo'q. Sababi biz bu joyda yangi fayl yaratdik. Agar shu projektimiz ichida bitta PHP fayl bo'lsa, buni to'g'ridan to'g'ri mana bu adres orqali bizga o'sha PHP faylni ochib beradi. Lekin ichida 2 ta 3 ta fayl bo'lsa, bu o'ylanib qoladi, qaysi birini ochishni bilmaydi. Shuning uchun bu joyga endi biz adresga ko'rsatib yuborishimiz kerak. Nimani ochsin? Index, aynan index 2 .php ni ochsin. Mana endi ochsam chiqyapti. Ahamiyat bering, my car is red bu joyda to'g'ri chiqdi. Mana bu o'zgaruvchim qiymatini to'g'ri oldi. Ikkinchisi echo my house color. Buni aytayapti, warning deyapti, undefined variable. Ya'ni bunaqa o'zgaruvchi topilmadi. Bunda ham bunaqa o'zgaruvchi topilmadi deyapti. Ya'ni biz mana bu joyda mana bu o'zgaruvchi yo'q, bu o'zgaruvchi ham yo'q. Demak, PHP katta kichkina harflarni ajratib biladi. Ya'ni katta kichik harflarga sezgir ekan. Ya'ni mana bu colorim mana bunga teng, lekin katta colorga teng emas yoki bunga ham teng emas. Ya'ni har bitta belgi qanaqa yozilgan bo'lsa, o'zgaruvchini shunaqa deb bu tan oladi, o'ziga tenglashtiradi. Xo'sh, do'stlar, mana sizlar bilan bugun shu kodlarni yozdik va o'rgandik, hamda ustonovka qildik. Xo'sh, endi siz buni ham o'zingiz mustaqil o'rganib ketishingiz mumkin. Sizga HTML CSS'ni o'rganayotgan payti tavsiya berganman, qaysi saytdan o'rganib borish kerak ekanligini. w3schools.com kiraman. w3schools.com kirib oldim va bu joyga yozamiz. PHP ni o'rganyapmiz biz, PHP tutorial bosaman va mana bu joyda PHP tutorial, ya'ni PHP darsliklari ketma-ket bosqichma-bosqich berilgan. Siz ham bu yerdan kirib, ingliz tilini bilsangiz, bemalol kirib, shu joydan ham o'zingiz mustaqil ravishda o'rganishingiz mumkin. Bu joyda hozir biz hammasini ko'rmadik. Siz o'zingiz bu joydan kirib, ketma-ket bosqichlarini ko'rib, o'rganib olishingiz mumkin.